Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani G'ijdon qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. 350 ga 340 razmerga o'rnagan darvozamiz 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi. 1.7 stenada, ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5lik stena, listlari 1.3lik listda bo'ldi. Darvozamizni 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Zamoklar har doim o'rnatiladigan o'sha zubur zamok, rossiyskiy zamokdan. Tepalarini sitka qilib, mana sal darvozaxona yorug' turish uchun sitka qilib berildi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatsak, orqa holatlari ham mana tekis, plotniy bo'lib, juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Darvozamiz kraskalariga kelsak, kraskalari o'sha mokri asfalt, devo kraskada bo'ldi. Xudo xolasa ancha yil xizmat qilaveradi kraskalari ham. O'rtadagi nejvenkalari qora nejvenkadan yopishtirildi. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, kanalimiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa kanalimizni kuzatib borsalaring, keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim kuzatib boringlar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.